Sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan ushbu mashinani ota-onam uchun xarid qildim. Bugun esa shu sovg'ani o'z egalariga topshiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday videolarga bir marta bo'lsa ham ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Albatta bu yaxshi, lekin hamma ham ota-onasiga mashina sovg'a qila olmaydi. Xo'sh, unda nima sovg'a qilish mumkin? O'zi insonlar uchun eng oliy ne'mat bu albatta salomatlikdir. Shunday ekan, ota-onalarimiz yoki nuroniy keksalarimiz uchun Dr. Hasan klinikasidan check-up sertifikati ayni muddao. Qo'limdagi ushbu sertifikat umumiy sog'liq holatini profilaktik tarzda nazorat qilish uchun o'tkaziladigan keng qamrovli tibbiy ko'rik uchun yo'llanma hisoblanadi. Bu degani klinikamizga tashrif buyurib, organizmingizda bo'layotgan o'zgarishlarni, yetishmayotgan vitaminlar, rivojlanib kelayotgan kasalliklarni aniqlash va oldini olish mumkin. Natijada esa ota-onalarimiz va keksa nuroniylarimiz salomatligi yaxshilanadi. Shunday ekan, sovg'a tanlashda adashmang. Ushbu raqamlar orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.